Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ahmad aka, yaxshimisiz? Sog'liq yaxshi. Men shu yerdaman. Tushundim domla, tushundim, rahmat. Bo'pti, mayli, xo'p. Biz qayda o'tirishimiz kerak? Bu yoqqa o'tiraversak bo'ladi?
Assalomu alaykum Eshonboy, yaxshimisiz? Omonmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ovoz yo'q, ovoz kelmayapti bizga. Ovoz ishlamayapti. Ha, eshitmayaptimi? Eshitilmayaptimi? Endi eshitilyapti ustoz. Ha, bo'ldi, hech kim gapirgani yo'q-da. Bu tomonga qilib qo'ying, haligi bularni ko'rsinlar. Ha? Mana siz bu yoqqa o'ting. Mana shu yerda hech kim yo'q-ku почти. Ha, daklatchi o'tirmaydi. Bu yoqqa tomonga berib o'tadi. Daklatchi o'sha tomonga o'tkazamiz. Bu yoqqa o'taymi? Ha. Bu tomonga o'tkazsalar yaxshi bo'lardi. Hamma u tomonga o'tib qoldi-da, bu tomondan ham o'tinglar bo'lmasa. Nima bo'lsa. Bu yoqqa o'tinglar, mana bu tomondan o'tib. Kelinglar. Keling. Assalomu alaykum. Hurmatli kengashimiz a'zolari, mehmonlar, o'tirib ishlaymiz. Kruglый stol. Ham mana bu mikrofonga yaqin bo'lishimiz kerak. Shuning uchun haligi bir-birimizga nima qilmasdan, kim gapirmoqchi bo'lsa, savol bermoqchi bo'lsa, undan turishi shart emas. Shunaqa o'tirib ishlayveramiz shu yerda. O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining rayosatining 26-yil 5-martdagi 382-3 qaroriga asosan Samarqand davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi 25-27-12 FM 0904 doktorlik sovetning mana shu raqamli ilmiy kengashi asosida tuzilgan bir martalik kengashimizni tarkibi 11 kishidan iborat qilib tasdiqlangan. Kengash majlisiga kengashning 11 nafar a'zosidan 9 nafari qatnashyapti. Shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 5 nafar. Shundaymi? A'zosi ishtirok etmoqda. Quorum bor, kengash o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Boshlash to'g'risida qanday fikrlar bor? Boshlansin degan fikrlar bor. Kim shuni rozi bo'lsa, qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshi betaraflar yo'q. Rahmat. Sizlarning e'tiborlaringizga kun tartibini aytmoqchiman. Demak, 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi matematika ixtisosligi bo'yicha pedagogik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun talabgor Aytulganov Isroil Xudoyqulovning matematika o'qitish metodikasi fanini o'qitish jarayonida talabalar ijodiy fikrlanishini rivojlantirish metodikasi geometrik materiallar misolida mavzusidagi dissertatsiyasi ishi himoyaga qo'yilyapti. Va ikkinchi har xil masalalarimiz bor. Kun tartibi bo'yicha qanday fikrlar bor? Tasdiqlansin deyapti. Tasdiqlansin deganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshi betaraflar yo'q. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, kun tartibi birinchi masalani ko'raveramiz. Demak, 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha Aytulganovning dissertatsiyasi ilmiy rahbari Jumayev Erkin Ergashevich, pedagogik fanlari nomzodi, dotsent, rasmiy opponentlar Ibragimov Alamjon Amrillayevich, pedagogik fanlari doktori, dotsent va Ibragimov Nodir
Shapulatovich, pedagog fanlari falsafa doktori, dotsent. Yetakchi tashkilot Romanovskiy nomidagi matematika instituti. Talabgorni shaxsiy hujjatlari bilan tanishtirish uchun so'z kotibimiz Ahmad Miyasarovga beriladi. Marhamat. Termiz davlat universiteti fizika matematika fakulteti algebra va geometriya kafedrasi katta o'qituvchisi Aytulganov Ural Xudoyqulovich tomonidan dissertatsiya himoyasi uchun zarur bo'lgan barcha hujjatlar ilmiy kengashga taqdim qilingan. Aytulganov Ural Xudoyqulovich 1968 yil 10 oktyabrda Surxondaryo viloyatida ishchi oilasida tug'ilgan. Millati o'zbek. Oilali, 5 nafar farzandi bor. U 1975 yilda Qumqo'rg'on tumanidagi 29-son o'rta maktabga 1-sinfga o'qishga qabul qilingan. 1985 yilda o'rta maktabni muvaffaqiyatli tamomlagan. 1986 yilda Samarqand davlat universiteti mexanika matematika fakultetiga talabalikka qabul qilingan. 1987-89 yillarda harbiy xizmatda bo'lgan va 1993 yilda Samarqand davlat universitetining matematika ixtisosligi bo'yicha tamomlagan. U 1993-99 yillarda Qumqo'rg'on tumani 30-son o'rta maktabda matematika o'qituvchisi lavozimida faoliyat yuritgan. 2002 yillarda Termiz davlat universiteti hisoblash matematikasi va informatika kafedrasi o'qituvchisi. 2002-2010 yillarda Termiz davlat universiteti fizika matematika fakulteti o'quvchilari bo'yicha dekan o'rinbosari. 2010-2012 yillarda Termiz davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrasi o'qituvchisi. 2012-2015 yillarda Termiz davlat universiteti fizika matematika fakulteti o'quvchilari bo'yicha dekan o'rinbosari. 2015-2018 yillarda Termiz davlat universiteti matematika kafedrasi katta o'qituvchisi. 2018-2020 yillarda Termiz davlat universiteti fizika matematika fakulteti o'quvchilari bo'yicha dekan o'rinbosari. 2023 yildan hozirgi vaqtgacha esa Termiz davlat universiteti algebra va geometriya kafedrasida katta o'qituvchisi lavozimida faoliyat yuritmoqda. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 22 ta ish chop etilgan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktor dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini nashr qilishga tavsiya etilgan. Ilmiy nashrlarda demak 8 ta, 2 ta xorijiy, 6 ta respublika jurnallarida nashr etilgan. Aytulganovning dissertatsiya avtoreferatining elektron nusxalari ilmiy kengash veb sahifasi va Ziyonet ta'lim tarmog'ida joylashtirilgan. Shuningdek, Aytulganov Ural Xudoyqulovning dissertatsiya avtoreferati Samarqand davlat universiteti axborot test markazida 71-sonli raqam bilan ro'yxatga olingan. Malaka imtihonlaridan olgan baholari: chet tili fanidan 4.76 ball, mutaxassis fanidan 5.88 ball. Barcha hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining ilmiy darajalar berish tartibi to'g'risidagi nizomga asosan rasmiylashtirilgan. Shaxsiy hujjatlar bo'yicha savollar bormi ilmiy kengash a'zolariga? Tushunarli. Rahmat. Bo'lmasa, dissertatsiyaning asosiy mazmuni va natijalarini bayon qilish uchun so'z talabgor Aytulganov Isroil Xudoyqulovichga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari hamda qatnashuvchilar. Men Aytulganov Ural Xudoyqulovich, o'zimning 13.002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi matematika ixtisosligi bo'yicha matematika o'qish metodikasi fanni o'qish jarayonida talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodikasi mavzusida tayyorlangan dissertatsiyaning asosiy mazmunini e'tiborlaringizga havola etmoqchiman. Bu dissertatsiya mavzusining 3 ta bobdan iborat. Birinchi, bu dissertatsiyaning dolzarbligi shundaki, hozir jahon ta'lim tizimida zamonaviy va istiqbolli bozor iqtisodiyot talablariga javob bera oladigan, jamiyat rivojining hozirgi bosqichida ijodiy fikrlovchi, turli masalalarni to'g'ri qo'yadigan va nostandart yetadigan yuksak darajada rivojlangan ijodiy potensialga ega mutaxassisga bo'lgan talab aniq qadrlab berilgan. Bu talablarni bajarish uchun hurmatli respublikamiz prezidentining bir qancha qaror va farmonlari chiqarilgan. Jumladan mana shu qarorlarda aynan matematika fanini rivojlantirish, yana shu O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Romanovskiy nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish, talablar to'g'risida va bundan tashqari oliy maktablarda ta'lim sifatini oshirish va bularning
mamlakatga amalga oshiradigan keng qamrovli ishtirokida faol ishtirok etishini ta'minlash bo'yicha farmonlari chiqarilgan. Muammoning o'rganilgan darajasi shundaki, bu mamlakatimizdan matematika o'qitish metodikasi va nazariyasi hamda o'quvchi va bo'lajak o'qituvchilarning fikrlashini rivojlantirish sohasidagi tegishli bo'lgan masalalarda quyidagi tadqiqotchi olimlar ishlari olib borilgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligida ijodiy fikrlarni rivojlantirishning turli jihatlarini o'rganish bo'yicha quyidagi tadqiqotchi olimlar ishlari bo'lgan va xorijiy davlatlardan xuddi shunga singari quyidagi tadqiqotchi olimlar fikrlashni rivojlantirish bo'yicha ishlar olib borgan. Bu tadqiqotning maqsadi shundan iboratki, matematika o'qitish metodikasi fanini o'qitish jarayonida talabalarning ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasini ishlab chiqarishdan iborat. Tadqiqotning bajarilishida quyidagi 4 ta vazifa qo'yilgan. Bu vazifalar birinchisi mavzuga oid tadqiqot ishlari, o'quv uslubi adabiyotlarini tahlil qilish va talabalar ijodiy fikrlarni rivojlantirishning integratsiya bilan bog'liqligining tashkiliy metodik jihatlarini ochib berishdan. Ikkinchi, matematika o'qish metodikasi fanini o'rganish jarayonida algebrik va geometrik metodlardan foydalangan holda bo'lajak matematika o'qituvchilarida ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning integrativ modelini takomillashtirish. Uchinchi, ijodiy xarakterdagi masalalarni yechishda algebrik va geometrik metodlardan foydalanishning didaktik ta'minotini takomillashtirish va to'rtinchisi, pedagogik tajriba sinov ishlari va uning matematik tahlilidan iborat. Dissertatsiya ishida ilmiy yangiliklari quyidagicha bo'lgan. Birinchisi, matematika o'qish metodikasi fanini o'rganish jarayonida ijodiy xarakterdagi masalalarni algebrik va geometrik metodlardan foydalangan holda yechish natijasida bo'lajak matematika o'quvchilari ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning integrativ modeli takomillashtirildi va malakali o'qituvchilar tayyorlash imkoniyatlari oshirildi. Ikkinchidan, masalalarni yechishning integrativ modeli tuzilib, tahlil va tajriba sinov jarayonida natijalarni oldindan ko'ra bilish qobiliyatlarini shakllantirishda ijodiy mazmundagi masalalar o'rni va ahamiyati asoslab berildi. Uchinchi yangilik, algebrik va geometrik masalalarni algebrik va geometrik metodlardan foydalanib yechishning didaktik ta'minoti. Matematika o'qitish metodikasi fani o'quv mashg'ulotlarida masalalarni tezkor yechishning qulay yo'lini topishga o'rgatuvchi adaptiv va modelli metodlarni differensial yo'nalgan o'quv muhitiga mos amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga motivatsiyalovchi metodik tizimi bilan transformatsiyalash asosida takomillashtirildi. To'rtinchidan, olingan natijalar samarali ekanligini tajriba sinov ishlari va uning matematik tahlil yordamida asoslandi. Tadqiqot natijalarining ishonchliligi shundaki, Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan e'tirof etilgan respublika va xorijiy jurnallarda chop etilgan maqolalar e'lon qilinganligi bilan asoslanadi. Mazkur tadqiqot natijalari 2 ta xalqaro va 5 ta respublika ilmiy amaliy anjumanlarda muhokamada o'tkazilgan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 22 ta ilmiy ish chop etilgan, jumladan bitta huquq qo'llanma, bitta uslubiy, bitta monografiya va O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy nashrlarini chop etishga tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 6 ta maqola, xorijiy ilmiy jurnallarda 2 ta maqola nashr qilingan. Talabalar ijodiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari deb nomlangan birinchi bobda ijodiy fikrlash tushunchalarining tasniflari keltirilgan. Fikrlash intellektual faoliyat jarayoni sifatida ko'plab omillarga bog'liq holda murakkab tuzilishga ega bo'lib, intellektual qobiliyatlarning ijodiy tarkibiy qismini rivojlantirish zarurligini hisobga oladi. Gestalt psixologlari fikrlashni o'rganishda shunday vazifalardan keng foydalanganki, uning yechimida sinovdagilarda mavjud bo'lgan bilim va vazifa talablari o'rtasida ziddiyat paydo bo'ldi va ular vazifani bajarish uchun tajriba to'sig'ini yengib o'tish kerak edi. Natijada noma'lum narsani qidirish jarayoni aniq namoyon bo'ldi. Biroq fikrlashni o'rganayotgan psixologlarning aksariyati fikrlashni bo'lib o'rganish kerak degan ta'kidlab beradi. Rus psixologlari Isaulov va Panamerov va boshqalarning monografik asarlarida fikrlashning eng yuqori darajasi bo'lib, o'ziga samaradorlik fikrlashning eng yuqori darajasi bo'lib, o'ziga xos xususiy sifatida namoyon bo'ladi. Uni ikkiga bo'lib, birinchi produktiv va reproduktiv qismlarga bo'ladi. Produktiv ya'ni samarali fikrlash degani, bu samarali fikrlash bilan degani oldingi natijalardan ko'proq farq qiladigan strategiya tuzib yangilik yaratadigan qismini aytadi. Agar bu reproduktiv
samarasiz degani bu oldingilardan qisman juda kam hollarda farq qiladigan fikrlashlar keltiriladi. Yuqoridagi tadqiqotchilarning fikrlar tushunchasiga bergan tasniflarini, ta'riflarini quyidagi jadvalda keltirganmiz. Bu ta'riflardan xulosa qilib, fikrlar tushunchasiga matematik nuqtai nazardan quyidagicha ta'rif keltiramiz. Fikrlash bu obyektni bevosita qalban his qilishni, undagi bog'lanishlar, munosabatlar va xossalarda voqelik omili ravishda real aks etish jarayoni hisoblanadi. Ya'ni fikrlash matematik obyektimiz uning xossalarini hammasini shu omili ravishda tushunish degan ma'noni bildiradi bu. Endi ijodiy fikrlashni o'rganish uchun bilim hajmi, intellektual qobiliyatlar darajasi, irsiy va tomonmoyillik juda zarur, biroq yetarli emas. Muammoning murakkabligi shundaki, hodisaning ichki mohiyatini to'g'ridan-to'g'ri o'rganishga erishib bo'lmaydi. Ijodiy fikrlashning asosiy omillaridan biri sifatida o'rganishni alohida ta'kidlab, uning boshqa barcha rivojlantiruvchi va ta'sirlar orasida tutgan o'rni va roli haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Xorij pedagoglarning aksariyat qismi fikrlashni rivojlantirishni o'qish kerak emas deyiladi. Chunki deydi, agar u fikrlash insonning ichki dunyosidan bir paydo bo'ladigan tushuncha deb aytadi. Buni rad etib, bunga psixolog Ayzenik va Kemler aytadiki, sizlar faqat irsiyatga bog'lagansizlar, irsiyatni birinchi o'ringa qo'ygansizlar deb bashorat qiladi. Bu fikrlardan, ijodiy fikrlar tushunchalaridan quyidagi jadvalda ayrimlarini keltirib o'tamiz, ayrim tadqiqotchilarning ijodiy fikrlarini. Ijodiy fikrlar bergan ta'riflaridan o'zimizning matematik nuqtai nazardan quyidagi ta'rifimiz keltiramiz. Ijodiy fikrlash muammoni hal qilishda masala yechish strategiyasi ishlab chiqilib, yangi bilim yoki g'oya kashf qilinadigan psixologik jarayon hisoblanadi. O'tgan asrda mahalliy pedagogikada shunday tushuncha bo'lgan. Insonning uning fikrlashini, ya'ni uning intellektual salohiyatini bilish uchun uni har tomondan rivojlanganligini baholash kerak bo'ladi. Ya'ni Vygotskyning aytishicha, to'g'ri tashkil etilgan mashg'ulotlar aqliy rivojlanishga olib keladi. Umuman o'rganmaslik hayotda imkonsiz bo'lib qoladigan bir qator jarayonlarga olib keladi deb ta'kidlagan. Endi biz matematik nuqtai nazardan matematik o'qish metodikasi fanini o'qitishda ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun qanday misollardan foydalanish kerakligini ko'rib o'tganmiz. Bunda talabalar misollarni masalan auditoriyadan tashqari to'garaklarda, fan olimpiadalarida ko'p sonli misollar ishadi. Bu misollarni ikkita turga ajratganmiz. Bularni ijodiy va ijodiy bo'lmagan misollarga ajratish mumkin. Ijodiy misollar ijodiy bo'lmagan misollardan shunisi bilan farq qiladiki, ijodiy bo'lmagan masalalardan farq qiladiki, fikrlovchi subyekt o'zining mustaqil tartiblariga ko'ra masalani yechish jarayonida o'zi uchun yangi bo'lgan natijalar topishga erishadi. Ijodiy masalani yechganda. Ijodiy masalaning mohiyati hamda ijodiy masalaning xususiyatlari ham keltirib o'tilgan. Ijodiy masalalar tarkibiga bir nechta usullar bilan ishlatilgan masalalar, parametrga bog'liq masalalar, yasashga doir masalalar, isbot talab qilinadigan masalalar, ijodiy masalalar tarkibiga kiradi deb olganmiz. Endi matematik o'qish ikkinchi bobimizda matematik o'qish metodikasi fanlararo o'qitishda talabalar ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi deb nomlangan. Bunda birinchi masala shu integratsiya jarayonini ko'rib o'tamiz. Integratsiya bu bir butunlikka olib kelish, yaxshilikka olib kelish degan ma'nolarni bildiradi. Algebra geometrik metodlar integratsiya asosida talabalarning ijodiy fikrlashni rivojlantirishni murakkab tizim sifatida qaraymiz. Bu tizimning modulini yasash uchun biz ularning kompetentlarini ajratamiz. Ya'ni algebrik metodlar hamda geometrik metodlarga ajratamiz. Bularni modulini ham keltirganmiz. Ulardan keyin modulini keltirganmiz. Shu modulni qanday sodir bo'lishini to'g'ri burchakli parallelepiped yoqlari ko'rinishda tasvirlaganmiz. Bu yerda parallelepipedning ko'ndalang kesimida tasvirlagan. Masalan, Friedman fikricha inson bajarishi mumkin bo'lgan har qanday masala uning faoliyat maydonini bildiradi deydi. Shunday ekan biz mana parallelepipedning bitta yoqini, bitta algebrik faoliyat maydonini, ikkinchi yoqini geometrik faoliyat maydoni desak, ya'ni talabalar shundayki, bitta misol bersangiz, bitta faoliyat maydonidan chiqa olmaydi. Ular
bitta faoliyat algebrik usul bilan yechishga harakat qilamiz. Biz ularga shuni parallel ko'rinishda tushuntirmoqchi bo'ldikki, bir tomonda algebrik faoliyat maydoni, bir tomonda geometrik faoliyat maydoni bor. Siz berilgan algebrik masalani geometrik tilga o'girish mumkin. Bu o'girishda integratsiya jarayoni sodir bo'ladi. Integratsiya jarayoni parallelning ko'zlangan kesimida sodir bo'ladi. Inson xuddi miyasida shunday holat yuz beradi degan misolda ko'rsatganmiz. Endi bu holatlarning yuz berishini masalan 3 ta holatini ko'rib o'tganmiz. Birinchi masala berilgan, u masala faoliyatning algebrik maydoniga tegishli, u geometrik tilga o'giriladi. Va geometrik tilga o'girilgan algebrik masala geometrik masalaga o'giriladi. Geometrik metodlar yordamida algebrik masala ishlanadi. Yoki algebrik masala geometrik masalaga o'giriladi, algebrik metodlar yordamida geometrik masala ishlanadi. Bitta misol keltirganmiz. Misol masalamiz shundayki, oralaridagi masofa 45 kilometrga teng bo'lgan. Va bu shaharlardan ikkita poyezd bir-biriga qarab bir vaqtda yo'lga chiqishadi. Va ular 20 minutdan keyin uchrashadi. Agar A shahardan chiqqan poyezd bu shaharga ikkinchisiga qaraganda 9 minut oldin kelishi ma'lum bo'lsa, poyezdlar tezligini toping. Bu masalani algebrik metod bilan ishlash mumkin, lekin kimgadir algebrik metod bilan ishlaganda abstrakt tushuncha bo'ladi. Formulalarni yozib keltirish abstrakt tushunchalar. Shuni biz geometrik tilga o'girganmiz. Geometrik tilga o'girib, uning geometrik chizmasini chizdik. Ya'ni ikkita ax demak x(y) hamda x' b y' to'g'ri burchakli koordinat sistemasini bitta nimaga qo'yib, y mos qilib, bunda ax va bu x' orqali vaqtni belgiladik. A'dan bgacha bo'lgan joy masofa, a va bular koordinat boshlari deb. Buni chizmasini chizgandan keyin tasavvur qilsak, bu yerda har xil uchburchaklar hosil bo'ldi. Endi birinchi uchburchagimiz ANO uchburchak bilan F'O uchburchagimiz burchaklari bo'yicha o'xshash. O'xshash burchaklarning mos tomonlarining nisbatlari to'g'ri proporsional deb ikkita tenglik tuzib oldik. Ikkita. Bunisi bitta o'xshash burchak bo'lsa, keyingisi N'(O) hamda BFO ikkita uchburchaklardan ikkita tenglik tuzib oldik. Birinchi, ikkinchi tengliklar. Bu ikkita tenglikning o'ng tomonlari teng, demak chap tomonlarini tenglashtirib kvadrat tenglamaga kelib, kvadrat tenglamada yechimlarini topdik. Bunda birinchi poyezdning tezligi demak 75 km/soat tezligi, ikkinchisi 60 km/soat tezlikka teng bo'ldi. Chunki bu yerda biz chizib ko'rsatganimiz tasavvur, bolalar tasavvurini kengaytirish uchun shu geometrik tilga o'girganmiz. Endi matematika o'qish metodikasi fanini o'qishda matematika o'qishda masalalarning bajariladigan funksiyalari, geometrik elementlarini o'qish degan mavzular bor. Shu mavzularda biz dissertatsiyamizda keltirgan quyidagi misollardan foydalansa, maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblaymiz. Endi ikkinchi masala shundayki, to'g'ri to'rtburchakning diagonali 4 sm ga teng va yon tomon bilan 72 gradus burchak tashkil qiladi. To'rtburchak tomonlari uzunliklarini toping. Bu masalani ham geometrik tilga o'giramiz, ya'ni geometrik chizmalarni chizib olamiz. Chizib olamiz. Bu masalani biz eksperimental tarzda talabalarga berganimiz, ular faqat algebrik metod bilan ishlangan. Bizda 72 gradus burchak bo'lgani uchun aniq qiymatini topa olmagan. Aniq qiymatini jadvalda topa olmaydi. Shuning uchun buni tasavvur qilib ADS uchburchakni kengaytirib, teng yon uchburchakka kengaytirib chizganmiz qo'shimcha chiziqlar yordamida. Endi A1C uchburchagimiz teng yonli uchburchak bo'ldi. Bunda A burchak 72 gradus, A1 burchagimiz 72 gradus. C burchagimiz 36 gradus bo'ladi. Bu 72 gradusning yarmi 36 gradus bo'lganligi uchun A burchakdan bisektor o'tkazamiz. Yana bitta teng yonli uchburchak hosil bo'ladi. Teng yonli. Bu yerda A dan A1 gacha bo'lgan masofa, ya'ni A dan D gacha bo'lgan masofani A deb belgilagan bo'lsa, 2 ga teng bo'ladi. Bu A1N uchburchagimiz ham teng yonli uchburchak, chunki bu yerda 36 gradus, bu yerda 72 gradus. Bu holda A dan A1 gacha bo'lgan masofa A1 dan N gacha bo'lgan masofaga teng. A1N C uchburchagimiz ham teng yonli bo'lganligi uchun bu yerda A1 bilan C burchaklar teng. Bu holda A1N bilan N C ham teng bo'ladi. Biz bularni ikkita teng yonli uchburchakdan, ya'ni A1N hamda A1S uchburchaklardan teng yonli uchburchaklarning mos tomonlari nisbatidan quyidagi tenglikni tuzib olib A ning qiymatini topamiz. A ning qiymatini topgandan keyin A dan C gacha bo'lgan qiymat 4 ga teng, A ning qiymatini topamiz. A, D, C to'g'ri burchak uchburchak
Pifagor teoremasdan D tomon uzunligini ham tez topib olsak bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash keyingi yana bitta misol keltiramiz. Bu uchburchaklarga doir. Bu uchburchak misolimizdan xuddi shunday. Demak, uchburchak masalaning sharti shundayki, uchburchakning asosidagi burchaklari alfa va 2 alfaga teng. Asosiga tushirilgan balandlik asosini A va bo'laklarga, kesmalarga ajratadi. 2 alfa burchak yopishgan tomon uzunligini toping deyilgan. Buni ham xuddi chizmasini chizib olamiz. Bundan keyin BH demak BN H balandlik bo'ladi. Bu balandlik demak asosida A va bo'laklarga bo'ldi. Buni tasavvur qilib A, B, N ni kengaytirib teng olish burchak chizib olamiz. Teng olish burchak chizib olamiz. Chizib olgandan keyin bu burchakni K bilan belgilaymiz. K burchak topamiz bu yerda. Demak bu yerda K burchak A, B, K uchburchakda K burchak 2 alfaga teng. BKS uchburchakda K burchakni topamiz. Uning uchun K burchak 180 gradus minus 2 alfaga teng bo'ladi. Endi S burchagimiz alfaga teng. Bu burchagini topsak, bu burchagimiz ham alfaga teng bo'ladi. Demak, bu ham A BKS ham teng olish burchak ekan. KSimiz BA ga teng bo'lgani uchun BK BA ga teng, AB ham BA ga teng bo'ladi. Endi pedagogik tajriba sinovini tashkil etish va uni o'tkazish deb nomlangan 3-bobimizda bu tajriba sinov ishlarini o'tkazdik. Bunda Termiz davlat universiteti, Buxoro davlat universiteti va Chirchiq davlat pedagogika universitetlarining matematika ta'lim yo'nalishi va matematika o'qish metodikasi bakalavr yo'nalishlarida 321 nafar talaba ishtirok etdi. Tajriba sinov 2 ta parallel guruhlarda olib borildi. Nazorat guruhlarida dars odatdagidek olib boriladigan bo'lsa, sinov guruhlarida biz taklif qilgan metodlar yordamida olib borildi. Bu tajriba davomida matematika o'qish metodikasi fanini o'qitish metodik ta'minoti orqali talabalar ijodiy fikrlash rivojlanishga mo'ljallangan turli xil misol masalalardan foydalandi. Talabalarning ijodiy fikrlash rivojlangan darajasini aniqlash uchun matematik statistik metodlariga murojaat qilib, bunda student va Pearsonning X kvadrat metodlaridan foydalandi. Bu tajriba sinov ishlari 3 bosqichda olib borildi. Va keyin natijalar olganimizda natijalarni mana shu 3-4 jadvalda keltirganmiz. Tajribadan oldingi holatlari, ularning baholari keltirilgan va tajribadan keyingi holatdagi baholari keltirilgan. Bu tajribadan shuni natijaga erishdikki, oldingi, ya'ni nazorat guruhidagi o'quvchilar, talabalarga nisbatan tajriba guruhidagi talabalarning o'zlashtirishi, ya'ni fikrlashi 11% ga yuqori ekanligini erishildi. Endi tadqiqot ishini xulosasi shundan iborat bo'ldiki, masalalarni yechishda tadqiqot ishida taklif qilingan algebrak geometrik metodlar va model tayanch vazifani bajardi. Natijada talabalarning aqliy tafakkurini kengaytirishga va ijodiy fikrni rivojlantirishga imkon berildi. Tadqiqotda mavzularga mos ijodiy masalalar tanlandi. Masalalar algebrak geometrik metodlar yordamida yechildi. Tahlil qilish obyekt sifatida ko'rsatkichlari aniqlandi. Masala nima uchun tanlangan? Maqsad nima? Bu masalalar yangi g'oyaning paydo bo'lishiga olib kelishini o'z ichiga oladi. Shu asosda talabalarning ijodiy fikrlashining samaradorligi oshishiga erishildi. Taklif etilayotgan metodikadan o'qituvchilarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazlarida bitiruv malakaviy ishi, referatlar, mavzu matnini tayyorlashda foydalanishga tavsiya etildi. Talabalar ijodiy fikrlashni rivojlantirish maqsadida matematika o'qish metodikasi fanini o'qitishda fikrlash, ijod va ijodiy fikrlash tushunchalaridan foydalanish tavsiya etildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ma'ruza tugadi. Marhamat, savollar. Marhamat. O'tirib gapiravering. Aytib o'tirib. O'ral Xudoyqulov juda yaxshi mavzuni tanlagansiz. Endi mana shu talabalarning demak ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodikasi bo'yicha
sizdan oldingi ham kimlardir olimlar ish qilgan. Albatta siz birinchi bo'lmasangiz kerak. To'g'ri. Ha. Ana shu qilingan qaysi olimlar tomonidan qilingan, shu olimlar bilan sizning ishingizning orasida farq nimadan iborat? Farq nimadan iborat? Yaxshi. Bu men Mahmud va domlaning ishi bilan tanishman. Talabalarning mustaqil ishlarini bajarishda ijodiy faoliyatni rivojlantirish mavzusida ish qilgan. Ijodiy fikrlashda ijodiy faoliyatni rivojlantirish deb ish qilgan. U kishi mustaqil ishlarni bajarishda, mustaqil topshiriqlarni berishda qanday rivojlantiradi degan so'zda so'zni ko'proq yutgan. Undan keyin ustozimiz Erkin Ergashev Jumayevning geometriya o'qishda o'quvchilarning fikrlashini rivojlantirish degan mavzuda ish qilgan. Bu kishilar faqat geometrik misollarni yechish nuqtai nazari qaralgan, fikrlashlari qaralgan. Bizda talabalar bo'lgani uchun, ya'ni bo'lg'usi o'qituvchilarni tayyorlash bo'lgani uchun ijodiy fikrlash, ijod fikrlash degan tushunchalarni kiritganimizda shularga ta'riflar berib, qanday holatda rivojlansa bo'ladi deb aytmayman. Buni qaldimi Mardon? Bo'ladi. Mana menga shunday fikr borda, endi mana bu yerda ko'p pedagoglarimiz o'tirib chiqdi. Shu soha bo'yicha shogirdlar tayyorlayapsizlar. Kelajakda matematikani faqat misollarni yechishni o'rgatishimiz kerak emas. Shu masalani haligi qo'yilgan masalalar bo'lsa agar shuni tenglamasini tuzishni o'rgatish kerak. Masalani ana u tenglamani o'zini yechish uchun kompyuterda qiladigan bo'ldi hammada. Shunda qo'yadi, shunda yechib ketaveradi. Lekin agar o'shani bolalarda yoshligidan o'rgatib kelsa, masalan, tenglamasini tuzishdi, masalani tenglamasini tuzishdi o'rgatib kelsa, biz matematikani keyingi mana bu yuqori saviyada kelganda matematikani qo'llashga juda yaxshi haligi yo'l yo'riq ko'rsatgan bo'lamizda. Matematikani hayotda tatbiq qilish uchun asosan bu tomondan borish kerak deb o'ylayman. Men shunday deb o'ylayman-da. Hozir hayotimiz shunaqa bo'lib qoldi. Mana masalan, haligi bizda katta mexanika laboratoriyamiz bor. Bunaqa laboratoriya o'sha O'zbekistonda yo'q. Zo'r laboratoriya. Juda zo'r uskunalar olingan. Zo'r uskunalar olingan. Menga kafedra mudiri kelib aytyaptilarki, menga haligi shunday nima qo'yish kerakki deyapti. Menga shunaqa matematika darsi o'tish kerakki deyapti. Mana shu uskunani haligi ishlash mexanizmi bo'yicha tenglamasini tuzib bersin dedi. To'liq. Bunisini ham. Ana shu bolalar deb o'zi bilsinma, matematik haligi tenglamasini bunaqa bo'ladi, uni yechmaydi dedi. Nechun uni haligi hozir matlabga ham haligi matematikada ham boshqa haligi nimalar bilan, programmalar bilan uni yechish mumkin, lekin asosiy maqsad shu qo'yilgan masalani tenglamasini tuzish bo'lishi kerak. Masalan, modellashtirish kerak. Matematika modellashtirishda ko'proq nima qilish kerak. Hozir men ko'ryapman shu qo'yilgan masalani bunaqasida ham geometrik nuqtai nazardan algebradan bu yoqqa o'tkazib, boshqa o'tkazib, tenglamasini tuzishda u kishi yaxshi o'yladi. Men o'ylayman, yaxshi ish qilingan deb o'ylayman shu. Yana kimga savol bor? Marhamat, professor Isroilov. Bu yerda ijod bilan ijodiy fikrlash degan tushunchalar bor, ta'riflar berilgan dedi. Shu farqlari qanday shular? Rahmat. Bu meni fikrimda shundaki fikrlash degani biz masalan bolalarga sen bilmayapsan deymiz. Masalan, bitta uchburchak haqida ma'lumot bersa, bilmasa bilmayapsan deymiz. Bilgan u fikrlay olmayapti-da. Shu ta'rifda keltirilgan ta'rifda obyekt mavjud, matematik obyekt. Uning xossalarini, xususiyatlarini o'rganib, ongli ravishda bayon etish, fikrlash. Ongli ravishda. Ijodiy fikrlash oldingi natijalardan, oldingi fikrlardan farq qiladigan darajada bo'lish. Boyagi ijodiy masalalarda aytganimizda, ijodiy masalalarda bolalar yechganda shunday bo'ladi deb aytdik biz xususiyatini. Ijodiy masalani yechganda bola o'ziga bir yangilik olganday bo'ladi. Qandaydir yangilik ko'rganday bo'ladi. Ijodiy fikrlash ham xususiyat. Ijodiy fikrlash bu fikrlashlarning eng yuqori cho'qqisi deb hisoblanadi. Ya'ni yangi strategiyalar tuzib, yangi natijalar olish. Farq shunda. Fikrlash
bor narsani real olimlar aytib berish. Qoniqarlimi? Marhamat, studiyadagilardan savollar bormi? Menda bitta savol bor. Assalomu alaykum. Marhamat. Lutfulla, Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari. Ma'ruzani eshitdik. Menda savol shunday iboratki, mana siz men buni seminarda ham aytgandim, ilmiy tadqiqot ishingizda amaliy masalalar bo'yicha metodika ko'rsatgansizda. Shu bola Ahmadjon Solievich ham shu masala bo'yicha to'xtaldilar. Sizda shu amaliy masalalarni yetish bilan bir qatorda qanaqa bir umumlashgan metodikani taklif qilmoqchisiz? Ya'ni masalan yondosh fanlar uchun yoki masalan deylik boshqa shu matematika fanlari uchun siz yechib ko'rsatayotgan metodikangizni qo'llab bo'ladimi? Umumlashtirilgan holda va buning nazariy jihatlari nimadan iborat? Amaliy jihatlarini ko'rsatdingiz. Endi shu nazariy jihatlarni boshqa fanlarga ham qo'llash mumkinmi yoki yo'qmi? Shuni tushuntirib bersangiz, rahmat. Savolingiz uchun rahmat, Mahmud Hasanovich. Bu aniq misollarda ko'rsatganmiz. Misollarda boshqa fanlarda ham qo'llasa bo'ladi. Bu masalan bizning keltirgan misollarimizda tasavvurni rivojlantirish, tasavvur qilishdi. Yana bitta chiziq chizsam qanday bo'ladi yoki chizmasini chizsam qanday bo'ladi degan fikrda bo'ladi. Ya'ni tasavvur qilish bu fikrlashni rivojlantirish bo'ladi. Shunday deb o'ylaymiz. Biz maqsad shunday bo'lgan, shu tasavvurini va ijodiy fikrlashni rivojlantirish, qo'shimcha chiziqlar chizish yoki geometrik tildan algebra tilga o'girish, algebradan geometrik tilga o'girish. Ya'ni tasavvur qila olsa geometrik tilga o'giriladi, chizmasini chiza oladi. Boshqa fanlarda ham qo'llab fikrlashini, tasavvurini rivojlantirishda bo'ladi. Tushunarli. Mahmud marhamat, Qiyomovga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Men dissertantlarga ijozat bersangiz bitta savolim bor, ustoz. Mana dissertatsiya mavzusining boshidan oxirigacha albatta ijodiy fikrlash to'g'risida ishlarni amalga oshirgansiz, umumlashtirgansiz. Savolim shundan iboratki, demak, siz ijodiy fikrlashni matematika o'qitish metodikasini ishini amalga oshirishda juda uslublar ko'pda, matematik uslub. Qanday ilg'or matematik uslublardan foydalandingiz va natijadorlik qanday sizga ijobiy ishlarni amalga oshirishga olib keldi? Rahmat ustoz. Rahmat Nishon Sodiqovich. Bu fikrlashni rivojlantirishda haqiqatan biz endi matematika o'qish metodikasining qulaylik tarafi shunday ekanki, masalan boshqa fanlarni o'rgatganda shu fanning o'zini o'rgatish bilan chegaralanib qoladi. Matematika o'qish metodikasini o'tganda mana shu ijodiy fikrlashni rivojlantirish boshqalarga nisbatan ancha samaraliroq bo'ladi ekan. Chunki misollarni yechayotganda metodlardan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni qo'shimcha chiziqlar chizish, bu qo'shimcha chiziqlar chizish mumkin. Har xil misollar olib, har xil misollar, ya'ni yana boshqa nimalar ham bor. Yuqorida Ahmadjon Soliyev domla aytib o'tdiki, hozir misollarni yechish emas, yechilgan misollarni qo'yib ham qanday yo'l bilan yechilganligini topishga o'rgatsa bo'ladi. Shunday orqali ijodiy fikrlashni o'rgatsa bo'ladi. Misol yechilgan natija bor, lekin qanday yechilganligini topish. Bunda talabalar hammasi har xil yo'llar qidiradi. Masalan, biz bilmagan yo'llarini topish ham mumkin. Men buni guvohi bo'lganman, shu eksperiment o'tkazganlarda ham bolalarga misol yechilgan, natija bor, lekin qanday yechilgan, natija qanday erishilganligini bir nechta yo'llarini topish kerak. Shuning uchun metodikasi juda Rahmat, tushunarli ustoz. Rahmat. Yana savollar bormi? Yetarli, ha? Agar savollar bo'lmasa, so'z ilmiy rahbar dotsent Jumayev Erkin Ergashevichga. Marhamat. Marhamat, aytavering. O'tiring. Assalomu alaykum. Ishlayaptimi? Mikrofonni qarang, ishlayaptimi? Gapiraveringlar.
o'qishlar ham bu haqiqiy tomon bu böyle akıllarına akıllar bilan jurnalda chop qildi yo'q bo'lmasa endi ularni dissertatsiyani strategiyasi bunday masala tahlil qilinadi yangi g'oyani ilgari o'sha talaba o'shanda ijod yangi g'oyani ilgari most dissertatsiyalar shuni keyinligini isbotlash kerak 2-3 burchak keyin bo'ladi most dissertatsiyalar yozib 3 burchak keyinligini ko'rsatish buni ko'rsatishga iloji bo'lmadi ancha vaqt bo'ldi ishlar bilan izlar she'riy teoremalar ham bo'lmadi va teoremalar ham bo'lmadi buni xulosiga keldi demak 3 ta dissertatsiya bo'yicha 3 burchak kelsa bu kelmasa yag'ini ichib ana yangi g'oya paydo nima deymiz nima dedilar agar figura yerda yasa ma'qul yag'ini ichimga bo'lsa shu element bo'yicha uni alomatini berish mumkin degan yangi nimani g'oya qilasiz buni teorema qilib shakllantirsa ham bo'ladi mana endi bularga qo'l ketdi bular keyin birdaniga aytdi yo'q uch tomon berilgan demak yechim bitta ikki tomoni orasidagi burchak berilgan uch burchak yechim bitta bir tomoni berilgan ikkita burchak berildi yasash mumkin yechim bitta demak ana shunaqa o'xshab cho'malar eng yaxshi tomoni maktablarda ham o'sha matbuot usulida Straviyetelerni birleştirdi. Straviyetelerle alfalı straviyetelerle tanıydı. Bana bu masal. O medyanın sekterisi alanlıkları olmuşsunlar bunlar. Bunların bu fazlaları partisini yükselt, üyeleri bunlar bunlar. O ne gibi? Hafifletleri, masaketleri, hafifletleri, 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 çılgınlığı. Böyle integrasyon bakıyorlar. Demek kesmanın korkası, demek ağırlık merkez. Kedirelerinin demek yok, üç koşarlar yapıyorlar, demek onu merkez. Fiziksel bilimlerdeki integrasyon yolda mı? Ağırlık merkez. Demek kedirelerinin üstüne, taşları yok, ağırlık merkez. Kesma, yediniz. Hal disiplisi meselesi. Medyalar geçken bu kadar emek bir nispetle fazlalar disiplin sanatçı halk ortamına gelip var eğitim yaptı doktor sıklarını şarap doğru geçti ya İngiltere şuntunda böyle herkesin oldu neşvanlı seminerlerden bile çıkamıza askeri yaşlar alacaklarını takip ediyorlar yaşlaşlarla kırmaya meydan kılada yeniden yaş kılada bunlar talabaların çocuklardan orijinal bütün meseleler tizimini işler çıktı aslında bak şimdi işler çizeler bir uçta kalmak yangi g'oyalarni bo'lish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon talabalar yaqin bilimni shakllantiradi. Buning muddiyati bor. Ishlab chiqilgan yangi tekstlar ushbu ish asosida murojaat topilgan natijalar salomatli ular
ulkan ijtimoiy va amaliy ahamiyatga ega dolzarbli yangilik va amaliy ahamiyat jihatdan mas'ul ish qonundan e'lon qilingan stansiyalar uchun belgilangan tartiblarga ko'ra yo'l beradi. Stansiyalar qonunchilik maqsadlar doirasida kengroq amalga ega bo'lib, asoz 13.00 qaror va tartiblar Rahmat. Savollar bormi ilmiy rahbarga? Mana shu Erkin Ergashevich bundan keyingi haligi mana hozir shunaqa nima ketyapti tepadan 9-klassdan keyin bolalarimizni ajratib mana shu keyingi oliy ta'limga kiradiganlarni alohida o'qitamiz, qolganlarni hali nima qilamiz degan yo'nalish bo'lyapti-da. Shunga asosan shu kreativ fikrlaydigan odamlarni ajratib olish birinchi maqsad bo'lib qolishi kerak-da. Ularni iloji bo'lsa agar birinchi klasslardan boshlab har xil masalalar tuzish, mana shu masalalarga alohida e'tibor berish kerak. Masalan, mana birinchi klassga bolalarga o'tiribdi, savol beryapti. Bir haligi podada nima yurgan ekan, qo'ylar yurgan ekan dedi. Qo'ylardan 32 ta qo'y bor ekan dedi. Shundan 12 tasini haligi bo'ri kelib yeb qo'yibdi. Qanchasi qoladi dedi. Haligi bolalar o'ylayapti, boshqa qilyapti, bittasi boshini qochib ma'na qilib o'tiribdi, haligi nima qilib menga qarab, hisob-kitob qil, nima bo'lyapti desaga, to'xtang dedi. Bu 20 ta 12 ta qo'ydi, u bo'ri yeb qo'ysa dedi, yorib o'lmaydimi dedi. Bu bola boshqacha fikrlaydi-da. Uje haligi savolga savol qo'yib, nima uchun unday bo'lishi kerak, nima uchun unday bo'lishi kerak? Mana shunaqa fikrlaydigan bolalarni topib tepaga chiqarishni yo'llarini qilish kerak. Asosan matematika qiladi buni. Boshqa emas. Mana shu yo'nalishlarda asosan. Rahmat. Endi bo'lmasa, savollar bo'lmasa, dissertatsiya bajarilgan, aprobatsiya o'tgan, ilmiy masalalar, yetakchi tashkilotning xulosasi, dissertatsiya va avtoritetga kelgan takliflar bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kotibimiz Ahmad Nasarovga marhamat. Aytulganovning dissertatsiyasi bo'yicha quyidagi taqriz va xulosalar mavjud. Barcha taqriz va xulosalar ijobiy. Birinchi dissertatsiya bajarilgan tashkilot xulosasi 2022 yil 16 noyabrda Termiz davlat universiteti algebra va geometriya kafedrasi qoshidagi seminar raisi dotsent Choriyeva, seminar kotibi dotsent Jurayeva tomonidan imzolangan hamda Termiz davlat ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Xoliyorov tomonidan tasdiqlangan. Kafedra xulosasi ijobiy bo'lib, dissertatsiyani ilmiy kengashda topshirishga tavsiya etilgan. Ikkinchisi, Romanovskiy nomidagi matematika instituti huzuridagi 13.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi ixtisosligi bo'yicha 2025 yil 20-iyunda o'tkazilgan ilmiy seminar xulosasi. Demak, direktor o'rinbosari akademik Roziqov, ilmiy seminar raisi G'olib Botir va ilmiy seminar kotibi Tug'yonovlar tomonidan imzolangan. Uchinchisi, demak, ilmiy kengash qoshidagi bir martalik kengashning ilmiy seminari xulosasi 2026-20 aprelda seminar raisi professor Ikromov, seminar kotibi dotsent D. Turaqulov tomonidan imzolangan hamda Samarqand davlat universiteti ilmiy ishlar innovatsiyalar bo'yicha prorektor Pushvaq tomonidan tasdiqlangan. Bundan tashqarida yetakchi tashkilot xulosasi bor. Dissertatsiya avtoreferatiga 9 ta taqriz bor. Rossiya Federatsiyasidan bitta, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Nizomiy O'zbekiston Milliy universiteti vakili. Demak, avtoreferatga tashqi ijobiy taqrizlar ham kelgan. Nimani xulosasini Yetakchi tashkilot. Demak, yetakchi tashkilot Romanovskiy nomidagi matematika instituti yetakchi tashkilot, demak, xulosasini o'qib beraman. Bu yerda endi xulosa ancha katta ekan, oxirgi qismini ruxsat bersalaringiz. Dissertatsiya yuqorida bayon etgan yutuqlar bilan birga bir qator taqrizchilar tomonidan ko'rsatilgan quyidagi ayrim mulohazali holatlarni ham mavjud. Masalan, birinchidan, dissertatsiya matnida ayrim imloviy xatolarga yo'l qo'yilgan. Xususan, tatbiqiy, globallashuv jarayonida o'qitish kabi so'zlar. Ikkinchi, dissertatsiya matnida ayrim texnik xatolar uchraydi. Jumladan, algebraik va geometrik so'zlarda K harfi Kirill alifbosi yozilgan.
Uchinchi, dissertatsiyada 2018-yil 5-oydagi prezident qarorining raqami noto'g'ri keltirilgan. Unda PQ 1775 sonli qaror emas, PQ 3775 sonli qaror bo'lishi kerak. Yuqorida ko'rsatilgan juz'iy kamchiliklar ishning ilmiy amaliy ahamiyatini pasaytirmaydi, ish tushunarli va ilmiy tilda yozilgan. Demak, yuqoridagilardan kelib chiqib Romanovskiy nomli matematika instituti yetakchilar sifatida quyidagilar demakga qaror qiladi. Birinchi, Termiz davlat universiteti tadqiqotchisi Aytulganov Ural Xudoyqulovich matematika o'qitish metodikasi fanini o'qitish jarayonida talabalar ijodiy fikrlarini rivojlantirish metodikasi, geometrik materiallar misolida, demak, mavzuda pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiya ishi 13.00 ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi ixtisoslik yo'nalishiga mos keladi deb e'tirof etilsin. Tadqiqotchi Aytulganov dissertatsiyasi yakunlangan, mustaqil bajarilgan ilmiy ahamiyatga ega. Demak, oliy komissiyaning falsafa doktori dissertatsiyasi qo'yiladigan talabga javob beradi deb topilsin. Tadqiqotchi Aytulganov Ural Xudoyqulovich matematika o'qitish metodikasi fanini o'qitish jarayonida talabalar ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi mavzusidagi dissertatsiya ishi 13.00 ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi asosi bo'yicha pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblansin va ilmiy kengashga himoya uchun tavsiya qilinsin. Matematika ta'lim bo'yicha o'quv uslubiy materiallarni muvofiqlashtirish laboratoriya mudiri D. Boytillayev. Tasdiqlayman. Romanovskiy nomidagi matematika instituti direktori o'rinbosari akademik U. Roziqov. Rahmat. Marhamat, Ural Xudoyqulovich, bu taqrizlarga berilgan Avvalo ijobiy taqriz va ko'rsatilgan kamchiliklar uchun akademik Roziqovga hamda Boytillayev domlalarga rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Ko'rsatilgan kamchiliklarni bu texnik kamchiliklar deb hisoblayman, buni tuzatishga harakat qilaman. rahmat. Xo'sh, so'z birinchi rasmiy opponent pedagogik fanlar doktori dotsent Ibragimov Alamjon Amrillayevichga. Marhamat. Eshityaptimi, yo'qmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, hurmatli hamkasblar. Ustoz Ahmadjon, siz ruxsat bersangiz, tadqiqotchi batafsil tadqiqotchini bayon etib berdi, savollar ham bo'ldi. Men e'tibor qaratgan ayrim nuqtalarga to'xtalib o'tsam-da, to'liq taqrizni o'qib bermasam. Belgilangan tartibda taqriz ilmiy kengashga taqdim etilgan. Zakladchini qo'ying bu yerda. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi oliy ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni kuchaytirish, matematika ta'limini amaliy va tadqiqiy mazmun bilan boyitish, talabalarni nostandart masalalarni mustaqil yechishga tayyorlash hamda kelajakdagi pedagogik faoliyatda o'quvchilar tafakkurini rivojlantira oladigan mutaxassislarni shakllantirish zarurati bilan belgilanadi. Masalani algebraik tildan geometrik tilga yoki geometrik tildan algebraik tilga o'tkazish, yechimning bir nechta variantini topish va yechim jarayonini tahlil qilishga qaratilgan metodik tizim yaratish mazkur soha ixtisosligi doirasida muhim vazifalardan biridir. Tadqiqotning birinchi bobida ijodiy fikrlash tafakkurning bir turi sifatida tahlil qilingan. Ijod, fikrlash, ijodiy fikrlash tushunchalari tasniflangan va ijodiy fikrlarni rivojlantirish shartlari yoritilgan va nazariy baza yetarli darajada yoritib berilgan. Birinchi bobning 3-paragrafida talabalar ijodiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik asoslarini yoritishga harakat qilgan. Muammoli ta'lim, rivojlantiruvchi ta'lim, mustaqil izlanish, dialog, refleksiya, intuitsiya, vizual tafakkur va fazoviy tasavvur ijodiy faoliyatni rag'batlantiruvchi omillar sifatida talqin etilgan va bu to'g'ri yondashuvni belgilaydi. Ijodiy va ijodiy bo'lmagan masalalar o'rtasidagi farqlar, ijodiy masalalarning yangilik, faoliyat usulining oldindan to'liq belgilanmaganligi, yechimlarning bir nechta variantga egaligi va talabaning mustaqil izlanishini talab qilishi kabi xususiyatlar batafsil yoritib berilgan. Matematika o'qitish metodikasi fanini fanlar aro o'qitishda talabalar ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodikasi deb nomlangan ikkinchi bobning asosiy metodik qismini tashkil etadi. Unda algebraik masalani geometrik tilga o'tkazish, geometrik masalani algebrak ifodalash va bir masalani bir nechta metod bilan yechishdan iborat 3 ta holat ajratilgan. Taklif etilgan integrativ modelda maqsad, tamoyillar,
nazariy bilim va masala yechish faoliyati, pedagogik tajriba bosqichlari, baholash mezonlari va kutiladigan natija o'zaro bog'langan. Geometrik, parametr va nostandart masalalar orqali qo'shimcha yasash, modellashtirish, yechim variantlarini qiyoslash va natijani tahlil qilishga oid ko'plab namunalar keltirilganligi bobning amaliy qiymatini oshirishga xizmat qilgan. Ikkinchi bobning 4-paragrafida talabalarni masala yechimini tahlil qilishga o'rgatish ijodiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy metodlaridan biri sifatida qaraladi. Masalani yechib bo'lgandan keyin foydalanilgan teorema va xossalarni aniqlash, qo'shimcha yasashning paydo bo'lish sababini tushuntirish, yechim bosqichlarini qayta ko'rib chiqish va boshqa yechim imkoniyatlarini izlashga e'tibor qaratilganligi ham ijobiydir. Uchburchak tengsizligi, bisektriya, o'xshash va teng uchburchaklar, yuzalar, qo'shimcha yasash hamda algebraik tenglamalardan foydalanilgan masalalar asosida yechimni retrospektiv tahlil qilish namunalari ham batafsil keltirilgan. Tajribaning uchta oliy ta'lim muassasasida qamrab olganligi, boshlang'ich va yakuniy taqsimotlar keltirilgan hamda natijalarni miqdoriy tahlil qilishga intilish tadqiqotning ijobiy jihatlaridan hisoblanadi. Yuqoridagi fikrlar asosida dissertatsiya ishning e'tiborga molik jihatlarini quyidagicha sanab o'tishimiz mumkin. Demak, birinchi mavzu bo'lajak matematika o'qituvchilarini nostandart pedagogik va matematik vaziyatlarga tayyorlashning dolzarb ehtiyojiga qaratilgan hamda 13.0002 ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi matematika ixtisosiga mos. Ikkinchi, algebraik ifoda, geometrik tasvir va tabiiy til o'rtasidagi o'tishlarni masala yechish strategiyasi sifatida ko'rsatish talabalarda matematika obyektini turli tasvirlarda ko'ra olish ko'nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Uchinchi, dissertatsiyada geometrik, parametrli va amaliy mazmundagi masalalarning salmoqli bazasi jamlangan bo'lib, ayrim masalalar uchun algebraik va geometrik yechimlar yonma-yon berilib, yechimni tahlil qilishga e'tibor qaratilgan. To'rtinchi, taklif etilgan modelda maqsad, integratsiya va differensiatsiya tamoyillari, metodlar almashinuvi, baholash mezonlari hamda natijani yagona metodik tizimga birlashtirishga intilish mavjud. Beshinchi, tajriba sinovining uchta oliy ta'lim muassasasida o'tkazilganligi, 321 nafar talaba ishtirokida tashkil etilganligi tadqiqotning empirik bazasiga yetarli ravishda belgilanganligini ko'rsatadi. Oltinchi, uslubiy qo'llanma, o'quv qo'llanma, monografiya, mashg'ulot loyihalari va masalalar bankining ishlab chiqilgani natijalarda oliy ta'lim hamda pedagoglarning malakasini oshirish amaliyotida keng foydalanish imkonini beradi. Umuman tadqiqotchi mavzu doirasida katta hajmdagi nazariy, metodik va amaliy materiallarni to'plagan, masalalarni turli metodlarda yechishga oid yondashuvlarni tizimlashtirgan. Dissertatsiyaning asosiy yo'nalishi avtoreferatda aks ettirilgan, e'lon qilingan ishlar esa tadqiqot mavzusiga mos keladi. Mazkur ishning yutuqli jihatlari bilan birgalikda ayrim mulohazalar, holatlar ham mavjud, ularga to'xtalib o'tamiz. Demak, dissertatsiyada algebra va geometriya integratsiyasi ayrim o'rinlarda fanlar aro integratsiya sifatida talqin etilgan. Masalan, 46-betda, 113-betda. Algebra, geometriya matematikaning o'zaro bog'liq bo'lgan bo'limlari ekanini hisobga olib, fanlar aro hamda fan ichidagi, ya'ni interdisiplinar integratsiya tushunchalarining chegarasi aniq belgilanishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Tadqiqotchi ishning nazariy tahlilida ijodiy fikrlash konstruksiyasini ijodkorlik, kreativlik, ijodiy faoliyat, evristik faoliyat, produktiv fikrlash, standart fikrlash kabi tushunchalar bilan aralash qo'llagan. Ularning mazmun chegarasi va funksiyasi ba'zan sinonim, ba'zan komponent, ba'zan rivojlanish darajasi sifatida ishlatilgan. Ularni unifikatsiyalashtirish zarur edi. Keyingi dissertatsiyaning 1-paragrafida 31-32-betlarda inson miyasining faqat 10% ishlash va kap 10 yarim sharlar vazifasini keskin ajratishga doir fikr va xulosalar zamonaviy neyropsixologik manbalar asosida qayta ko'rib chiqilishi lozim. Chunki manbasiz ifoda subyektiv munosabatni paydo qilib qoladi.
Keyingisi ishda matematik masala yechish bilan bo'lajak o'qituvchining metodik tayyorgarligi alohida ajratib ko'rsatilmagan. Ya'ni maktab darajasida geometrik va parametrli masalalardan foydalanish o'rinli bo'lsa-da, ular bo'lajak o'qituvchining metodik faoliyatiga aylantirilishiga yetarlicha e'tibor qaratilmagan. Natijada matematika bo'yicha masala yechish ko'nikmasi rivojlangan bo'lishi mumkin, ammo matematika o'qitish metodikasi faniga xos kasbiy metodik natijaning shakllanganligi yetarli darajada ko'rsatilmagan. Pedagog tajriba sinov ishlari 3 ta oliy ta'lim muassasasini qamrab olgan bo'lsa-da, respondentlarning oliygohlar va yillar kesimidagi taqsimoti, guruhlarni tajriba yoki nazorat shartlariga biriktirish tartibi, metodika ijrosining bir xilligi haqida ma'lumotlar keltirilmagan. Ushbu ma'lumotlar va guruhlar kesimidagi dinamika ochib berilsa, samaradorlik xulosasining ichki va tashqi ishonchlik darajasi yanada yuqori bo'lgan bo'lar edi. Yuqorida keltirilgan mulohaza va tavsiyalar dissertatsiyaning umumiy qiymatini, mavzuning dolzarbligini hamda olingan natijalarning ilmiy amaliy ahamiyatini pasaytirmaydi. Ular ishni keyingi nashr va amaliy tatbiq jarayonida aniqlashtirishga qaratilganligi bilan belgilanadi. Muallif nazariy manbalarni umumlashtirish, algebraik va geometrik metodlarni masala yechish faoliyatiga uyg'unlashtirish, ko'p variantli yechimlarni o'quv jarayoniga kiritish va metodik tavsiyalar ishlab chiqishda mustaqil izlanish olib borganligi tadqiqot ishidan ko'rinib turibdi. Taklif etilgan masalalar tizimi va yechimni tahlil qilishga yo'naltirilgan yondashuvdan bo'lajak matematika o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda keng foydalanish mumkin. Xulosa qilib aytganda, Aytuganov Ural Xudoyqulovichning matematika o'qitish metodikasi fanini o'qitish jarayonida talabalar ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi, geometrik materiallar misolida mavzudagi 13.0002, ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi, matematika ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasi, oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan mazkur ilmiy ishlarga qo'yilgan talablarga javob beradi. Uning muallifini pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy opponent pedagogika fanlari doktori professor Ibragimov Alimjon Abdullayevich. Taqdim tugadi ustoz, rahmat. Rahmat, Alimjon Abdullayevich. Marhamat, talabgor. Hurmatli Alimjon Abdullayevich, ijobiy taqdirda ko'rsatilgan kamchiliklar uchun rahmat. Taqdirda ko'rsatilgan barcha kamchiliklarga roziman. Bundan keyingi ishlarimda bu kamchiliklarni tuzatishga harakat qilaman. Rozimisiz, Alimjon? Rahmat, e'tirozlarim yo'q. Rahmat, qoniqarli. Rahmat. Bo'lmasa, so'z ikkinchi rasmiy opponentimiz pedagogika fanlari falsafa doktori dotsent Ibragimov Nodir Shapulatovичga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari, ustozlar. Termiz davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi Ural Xudoyqulovich Aytuganovning 13.0002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi matematika ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan matematika o'qitish metodikasi fanini o'qitish jarayonida talabalar ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi, geometrik materiallar misolida mavzusidagi dissertatsiya yuzasidan rasmiy opponent sifatida taqriz berdim va bu taqrizda umumiy bayonlar keltirildi. Mavzuning dolzarbligi, ilmiy tezislar, xulosalar, yangilik va asoslanganligi dissertatsiyani umumiy hajmda ko'rib chiqildi. Agar ruxsat bersangiz, muhokama qismidan o'qib bersam. Mening taqrizimdagi muhokama qismi shundan iborat bo'lyaptiki, dissertatsiya yuzasidan umumiy fikr va mulohazalarim tahlil qilingan tadqiqot ishlari bilan qiyosiy tahlil keltirilmagan, talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqishda metodik kategoriyasidan yetarlicha foydalanilmagan, muallif mumkin bo'lgan shakllarning faqat ayrimlarligini keltirib o'tgan va mening nazarimda bu masala Vygotskyning ta'biri bilan aytganda masala talabaning rivojlanishini zonasiga yaqin bo'lishini talab etadi. Qayd qilingan kamchilik
kamchiliklar tadqiqot sifatida ishning asosiy nazariy va amaliy xulosalarini ta'sir qilmaydi. Xulosam shundan iboratki, dissertatsiya muallif tomonidan yuqori ilmiy darajada mustaqil ravishda bajarilgan, yakunlangan ilmiy tadqiqotlar. Ishda ilmiy jihatdan asoslangan matematik metodik yechimlarni ishlab chiqish sifatida baholashga imkon beruvchi ilmiy natijalar taqdim etilgan. Ularning amaliyotga tatbiq etishi muhim ijtimoiy muammolarni hal etishda hamda O'zbekiston Respublikasi ta'limini samaradorligini oshirishga salmoqli hissa qo'shadi va dolzarb mavzudagi yakunlangan ilmiy loyiha hisoblanadi. Muallif tomonidan qo'lga kiritilgan yangi ilmiy natijalar O'zbekiston ta'lim sohasidagi tadqiqotlar va amaliyot uchun muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot salmoqli hajmdagi birlamchi ma'lumotlar, misollar va hisob-kitoblarga asoslangan. Ish ravshan va malakali tarzda yozilgan hamda puxta rasmiylashtirilgan. Har bir bob aniq xulosalar bilan yakunlangan. Xulosa va tavsiyalar yetarli darajada asoslangan. Annotatsiya dissertatsiyaning asosiy mazmuniga mos keladi. Dissertatsiya Oliy attestatsiya komissiyasining pedagogika fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyalarga qo'yiladigan talablarga javob beradi. Uning muallifi Ural Xudoyqulovich Aytuganov esa 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi matematika ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat. Rahmat. Marhamat. So'z berganingiz uchun. Ural Xudoyqulovich. Hurmatli Nodir Shopolatovich, ijodiy tafriz va ko'rsatilgan kamchiliklar uchun rahmat. Tafrizda ko'rsatilgan barcha kamchiliklarga roziman. Bu kamchiliklar texnik xarakterga ega bo'lgan kamchiliklar. Bundan keyingi ishlarimda bunday kamchiliklarni yo'l qo'ymaslikka harakat qilaman. Rahmat. Rozimisiz, Shopillar? Roziman. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, demak rasmiy muhokamani tugatdik. Kimnidir qandaydir fikrlari bo'lsa marhamat. Yo'l-yo'lakay ham aytib bordik o'zimiz fikrlarimizni, menimcha. Bo'ladimi? Bormi fikrlar? Marhamat. Endi Dotsent Mardonov, Ural Xudoyqulovichning dissertatsiyasi Ahmadjon Solovich o'zingiz ham bilasiz, KMTga bag'ishlangan ekan. Maktab hayotida masalan necha yillik tajribamiz shuni ko'rsatadiki, masalan mexanika, matematika fakultetida o'qiyotgan talabalarda ham shu geometriya bilimlari ancha algebraga qaraganda, matematikaga qaraganda pastroq bo'ladi. Pastroq bo'ladi. Chunki bu xohlaymizmi, yo'qmi, yoki geometrik tushunchalarga ular yaxshi qabul qila olmaydimi, yoki tasavvur qilishdan qiyinmi, shu holatlarda juda ham ko'rilganda. Endi men aytmoqchimanki, mana shu Ural Xudoyqulovichning bugungi bizga berayotgan ilmiy tadqiqoti geometriya masalalarga bag'ishlangan ekan. Mana o'zimizning fakultetda ham geometriyaga oid ilmiy tadqiqot ishlayotgan domlalarimiz barmoq bilan sanarli. Boshqa sohalarda juda ham oldinga ketyapmiz, geometriya sohasida bungacha. Shuning uchun men aytmoqchimanki, demak bu Ural Xudoyqulovichning ilmiy tadqiqot ishi faqat o'quvchilarga emas, bo'lajak talabalarga ham, demak keyingi mana malaka oshirishda o'qiyotgan yoki maktab o'qituvchilari uchun ham albatta asosiy bir nima bu hisoblanadi. Agar bu kishi shu o'zining mana ilmiy ishini monografiya qilibmi yoki boshqa qilib chop etsa, men o'ylaymanki, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi o'zim Ural Xudoyqulovichga demak to'liq qo'llab-quvvatlayman. Kengash a'zolarini ham Ural Xudoyqulovichni demak qo'llab-quvvatlashiga rahmat. Yana kimga qanday fikrlar bor? Marhamat. Aziz ustoz, o'sha institutda ishlayotganimizda o'sha talabalarning yoki maktabda ham geometriyaga bo'lgan bilimi salgina pastroq bo'ladi. Ya'ni uni biz o'qitishda e'tibor qaratishimiz kerak. Birinchidan o'sha berilgan
yuklamalarimiz o'sha geometriyaga taalluqli bo'lgan fanlarda analitik geometriya masalan matematikalarga bo'ladigan bo'lsa, yuklamalar soat juda kamayib ketgan. Dars soatlari o'quv rejada juda kam. Yana qo'shimcha fanlar qo'yish kerak. Masalan, aynan Evklit geometriya emas, Lobachevskiy geometriya bo'ladimi? Yana kengaytirish kerak. Tanlov fanlarida ham ko'paytirishga harakat qilish kerak. Sababi biz o'qitadigan talabalarimiz yana shu boradani maktabga yana geometrik bilimdan kam bo'lib borishi mumkin. Uni yana kelajakda ertangi kunda geometriyani yana o'zimiz uchun qaytarib olishimiz uchun mana shu fanlarni kengaytirishimizga to'g'ri keladi va o'shani yana ham yangi O'ral akaga o'xshagan yangi fikrlar, yangi geometriyani o'qitish bo'yicha ilmiy ishlarni ko'paytirish kerak. Shunda maqsadga erishgan bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengashimiz a'zolari, fikrlarini bildirish uchun kengashimizni a'zolari orasidan hisob komissiyasini saylab olishimiz kerak. Menimcha shu Mardonovni qilsak yaxshi bo'ladi. Ha? Eshim aka. Shu Mardonovni nomzodini hisob komissiyasining raisi deganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishini so'rayman. Qarshi betaraflar yo'q. 5 minut tanaffus qilamiz. Hozir demak tarqatilgan, hamma tarqatilgan telefondan nima qilsalar bo'ladi birdaniga. Nima? Telegramdami? Mana berib o'tsang bo'lmaydi. Yordamni ovoz beramiz. Ona basalım. Kaç tipini mi? Kaç tipisini basalım. Kim yaptı? Kim yaptı? Kim yaptı? Nereden yapalım onu? Nereden yapalım onu? İnternetler işlemeyen de. Sonra kil yaptı, taştı. Sırayla geldi. Mesela. Peki internet işlettik o zaman. Sırayla kesin. Ahmadjon, meni peli siqib qo'ying. Men qarshi emasman, zaman. O'rolboyga zaman shuni aytib qo'yingizlar, internet yaxshi ishlamayapti. Bana bizde işlettik. Buraya. Bir de Wi-Fi bağlanırken ha burada yok mu? Wi-Fi. Wi-Fi yok. Dilşat, bunu gördün kan. Sağlık kan. Telegram. Dilşat, bizi yine gördün kan. Gelin. Şu kesin.
Mana bu. Bering usta. Bildimi? Eshim aka, assalomu alaykum, aytib qo'ying. Internet yaxshi ishlamayapti, men qarshi emasman. Eshimardanovich, Xo'p, aka, bo'ldi. Tushundik.
uni aniqladi, uni so'raydi. Hozir so'raydi. Tak. So'z top komissiyasining raisi Eshim Mardonovga. Marhamat. Stop komissiyasi majlisining bayonnomasi. Samarqand davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi doktor S. 03-2025-27-12 FM 0904 raqamli ilmiy kengash asosida tuzilgan bir martalik ilmiy kengash 2026 yil 18 avgust Samarqand shahrida tashkil qilingan. Saylov komissiyasining tarkibi quyidagilar. Bunda rais Eshim Mardonov. Komissiya Aytug'anov Ural Xudoyqulovichning pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiya yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 11 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda hech biron kishi kiritilmagan. Majlisga ilmiy kengash a'zolaridan 10 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 5 nafar fan doktori ishtirok etdi. 10 ta bulletin tarqatildi. Qutuda qolgan bulletinlar yo'q. Qutichada 10 ta bulletin borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari: Aytug'anov Ural Xudoyqulovichga pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 10 ta 100%, qarshilar 0 yo'q, yaroqsiz topilganlar yo'q. Hisob komissiyasi Mardonov. Tabriklaymiz. Rahmat. Top komissiyasining mazkur bayonnomasini tasdiqlab olishimiz kerak. Kimda kim rozi bo'lsa agar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar Yo'q. Rahmat. Bir ovozdan qabul qilindi. Hurmatli kengash a'zolari, mazkur dissertatsiya yuzasidan kengashning xulosasi qo'llaringizga berilgan. O'qib o'tirganlaringiz men ko'rdim. Ushbu xulosa bo'yicha fikrlar qanday? Qo'shilsa, yaxshi yozilganmi? Yaxshi yozilgan, uni tasdiqlab bersa bo'ladi deyaptilar. Tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshi betaraflar yo'q. Rahmat. Endi dissertatsiyaning tasnifiy belgilari bilan aniqlab olishimiz kerak. Dissertatsiyani demak men aytib turaman, birinchi bir tegishli fan sohasi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni yangicha hal qilish bo'ladi. Bo'ladi. Ikkinchisi 2-1 natijalar yangi. Uchinchi dissertatsiya natijalarining qiymati yuqori 3-2. Dissertatsiyaning mavzusining rejasi tadqiqotlar bilan aloqadorligi. Mavzu tarmoq dasturida Fanlar akademiyasining rejalarida tarmoqlararo ilmiy texnikaviy majmualarda belgilangan. Bo'ladi. 4-2. 5. 5-3 tarmoq miqyosida amaliy ahamiyat molik dissertatsiya nimasi. 6-chi bu amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalarini keng foydalanish yuzasidan tavsiyalar, keng foydalanish talab qilinadi. Dissertatsiya ishi natijalarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar sizlarga taqsimlangan ularga. Shuni tarqatilgan menga
kengash a'zolari fikrlarini yozib beryaptilar. Unga haligi qanaqa fikrlar bor? Tasdiqlab bersa bo'ladimi? Bo'ladi. Tasdiqlaymiz deganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab beringlar. Qarshi betaraflar? Yo'q. Bo'lmasa so'z o'rtoq Uralxudo Pullichga marhamat. Rahmat. Men o'zimni mana shu kengash raisi Ahmadjon Soliyev domlaga va kengash a'zolariga hamda meni qo'llab-quvvatlab turgan ustozlarga, do'stlarimga, birodarlarimga kattadan katta muvaffaqiyatlar aytmoqchiman. Sizlarni ham ishlaringizga omad, domla doim sog' bo'linglar. Meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun sizlarga kattadan katta rahmat. Rahmat. Dissertatsiyani mana rasmiy himoyasi to'liq mana bir ovozdan hammasi tasdiqlanganligi, bugun chiroyli himoya bo'lganligi bilan sizni ham ilmiy kengash a'zolaridan tabriklaymiz, sizni ishlaringizga omad tilaymiz. O'ylaymanki, tez orada dissertatsiyani natijalari bo'yicha siz attestatingizni olasiz. Sog' bo'ling. Ilmiy kengash o'tkazish bo'yicha nima fikrlar bor? Yaxshi. Yo'qmi? Kamchiliklar? Zo'r etdi ustoz, katta rahmat. Juda a'lo, chiroyli o'tdi. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar hamma. Aynen.